Menga qaranglar, bozorda aprislik bo'lmasin, dumalab ketgan mashinani masta deb sotib olib, hapo pingvinga o'xshab ketavermanglar yana. Zakaz, ogoh bo'linglar, semichkada aldanmanglar. Mana Sarvarga, Olimga, Adhamga, Furqatga, Elyorga, Otashga. Kelintam yo'q, semichkam ketmayapti, oldi firillab ketdi. Lekin kecha rahmat mashinamni zo'r sotib berdi. O'shandan beri vijdonim qiynalyapti meni. Ayol kishi haydagan mashina deb, eshak mingan mashinaga o'xshaydi mashina. Sotdikku nima bo'lsa? Yangi semichkachi? Menga konkurensiya. Konkretni. O'rtoqlar, o'zgarish vaqti keldi mana. Masofada his qilayotgan zakaz semichkalar bor akajon. Qaltirash, shamollash, temperatura varajanda o'laydigan semichkalar bor aka. Dabavkalar, qo'shandalar, to'yonalar, bonuslar, xolasiga, tog'asiga, ammasiga, pochchasiga. Akajon 10 ming semichka ko'tara olmay qolsangiz, aka o'zimizda Andijondan chiqayotgan raya suvlar bor aka. Ikki xil variantda nokli, anorli suvlar bor akajon. Bemalol ichasiz, domkada chiqib ketasiz, xudo xolasa akajon. Qara, qo'yinglar, kiyimimgacha o'g'irlab. Shapkani menga o'xshab kiyib. Birdan soching to'kilmasa, kalqi menga o'xshayman. Biznesda ham o'g'irlaydimi uka? Uyatga, sochni bitta ko'raychi. 5 minglik beraman, tikka turib uxlaydigan bo'lasiz aka. Dabavkalar, qo'shandalar, to'yonalar, bonuslar. Gapimgacha o'g'irlagan. Qara, qo'yinglar, unday qilmanglar, birodan ko'chirmanglar. Qo'ying. Aka, mana mashinaga qo'ygan puli. Qarang mashinacha. Ayol kishi deganda toptaza. Meni ham mehnatimni rozi qilasanmi? Qanaqa mehnating? O'zi qolgan pulini oldim-ku. Dumalagan mashinani ayol kishi haydagan deb sotib berdim. O'zim sotmay qo'ysangchi. Bermaysanmi? Yo'q. Aka, bu mashinani hech ham ayol kishi haydamagan. Ayol kishi haydagan mana tuflicha turibdi-ku. Yo, tuflida to'q hayda yurgan erkak kishini ko'rganmiz. O'zim sotdimmi? O'zim big'illatib hammasini aytaman. Ayol kishi haydagan bo'lsa, mashinada do'pni nima qiladi onangni emgirlar? 44-45. Yaxshi ayol kishi edi, do'plar kiyib, esli ayol kishi edi. Hammaylar. Bo'lmasa ayol kishining mashinasida araqni butilkasi nima qilyapti? Shod etib. Endi esli ayol edi-ku, ora-orada siqilgan paytlar ichi turibdi. Endi kimdir siqaydi uni, siqilaydi shunga. Ha, bo'pti, xo'p, men jinni ekanman. Bo'lmasa, bu nima qilyapti ayol kishining mashinasida? To'xtami? Endi sport bilan shug'ul, sportsmen deydi u ayol kishi. Nima uni qisi yuraydi, qisib yuraydi. Sport. Ha, hop. Agar shunisiga ham bahona topsang, bir so'm olmayman. Malades, otangga rahmat deyman. Bu nima qilyapti ekan ayol kishining mashinasida? Soqolini olardi, mo'ylovini olardi, chunki erkak kishining mashinasi bu dumalagan kamigan. Voy, shipildi odat. Oshna. Sen bir yordam qilgan ekan. Chalanga ish.